Assalomu alaykum. Bugungi mashinamiz Lacetti. Akamiz keldilar. Konslar yaxshi sovutmayapti deb aytdilar. Biz tekshirdik apparatda. Sryomi kam ekan. Chiqarib yubordikda. O'zimiz mana tekshirdik. O'tochkasi bormi, yo'qmi? Yo'q ekan o'tochkasi. Mana hozir tekshirib hisob beryapmiz. Mana o'lchanyapti, mana qancha olinyapti. O'lchab hisob beramiz. Hozir mana gradus nechi mana ko'rsang. Hozir 43 mana, o'zi chiqayotgan 43 ekan. Keyin hisob bo'lgandan keyin ko'ramiz nechiga tushar ekan. Mana hozir 350 qo'yildi. Hozir tushgan gradusini ko'ramiz. Nechiga tushgan. 24 ga tushibdi. Mana hozir frem qo'yib oldik. Aytganimizdek, mana hozir ko'ramiz nechiga tushgan. Mana gradusi tushgan. Ichidagi havosini ko'rsak ham mana sovuq havo chiqaryapti. Akalar hamma mashinaga frem qo'yib beramiz. Kelinglar tekshirib qo'yib beramiz.